Hammaga assalomu alaykum, qalaysizlar? Bugun mahallamiz boshidagi magazinchi Sanobar xoladan olgan kiprigimizni obzor qilamiz. Ular menga aytdilarki, shu rasmdek bo'ladi qizim, ol. Oxirgisi senga arzon qilib beraman degani uchun oldim. Endi hozir shuni yopishtiramiz birgalikda. Ko'zimizga mana bu tushni surtamiz. Tushni men uxlaganda ko'rardi deb o'yladim, lekin boshqacha tushlar ham bor ekan azizlar. Shunday surib olamiz. Keyin bitta kiprikni olib, qo'limiz bilan ishqalab avval yopishtiramiz. Sekin yopishtiringlar, chunki tez yopishtirsalaring ko'zlaringga kirib ketadi, keyin oqib ketadi. Keyin mana bu yerda qo'limiz boshqa joydan noto'g'ri, egri o'sganini isbotlagan holda boshqatdan yopishtiramiz. Bu уже 135-marta urinishda yopishtirishimiz. Nimagadir faqat bitta ko'zimizga ishlayapmiz. Nimagaligini men ham bilmayman. Endi ozgina bo'lsa ham o'zgargandek his qilib ishontirib qo'yamiz, lekin hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Qizlar olmaylar, Sanobar xola aldabdilar bizni. Endi nima qilamiz? Bitta TikTok olamiz, shunda olib bo'lgandan keyin o'qish